Tezkor xabar: Afg'onistondagi zilzila O'zbekiston hududlarida sezildi. Bu safar kuchliroq bo'ldi. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Afg'onistonda 16-aprel kuni soat 04:14 da sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning qator hududlarida sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Magnitudasi 6.3 balli zilzilaning episentrda sezilish kuchi 4 ballni tashkil etgan. O'zbekistonning quyidagi hududlarda sezildi. Surxondaryo viloyatida 4 ball, Farg'ona viloyatida 3 ball, Samarqand viloyatida 3 ball, Jizzax viloyatida 3 ball, Sirdaryo viloyatida 3 ball, Qashqadaryo viloyatida 3 ball, Andijon viloyatida 3 ball, Namangan viloyatida 3 ball, Toshkent shahrida 2 ball. Afg'onistonda shu kuni soat 04:28 da yana zilzila qayd etildi. 4.2 magnitudali zilzila kuchi O'zbekiston hududida sezilmagan. O'zbekistonda so'nggi oylarda sezilgan zilzilalar: 14-aprel kuni Qirg'izistonda sodir bo'lgan 3.8 magnitudali zilzila kuchi O'zbekistonning Xo'jaobod, Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Buloqboshi, Xonobod, Marhamat, Andijon, Asaka tumanlari va Andijon shahrida 2-3 balldan sezilganda. 13-aprel kuni Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila Farg'ona, Namangan, Sirdaryo, Andijon, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 2-3 balldan sezildi. Ushbu zilzila oqibatida Tojikistonda 3 yoshli bola devor bosib qolishidan halok bo'ldi deyilgan xabarda. Eslatib o'tamiz, yaqinda xitoylik olimlar Osiyoda zilzilalar soni ko'payishini ma'lum qilgandi. Ko'rinib turibdiki, ushbu prognozlar haqiqatga yaqin chiqayapti.